Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Gollandiyadagi Uyg'ur jamiyati Xitoyning Şərq Türkistanda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat qilmishiga qarshi namoyish o'tkazgan. Xəbər tugmini xəbər torining 25 fevral kunidagi xabariga qaraganda, Gollandiyaning Gagadagi Uyg'ur jamiyati Xitoyning Şərq Türkistanda olib berayotgan vahshiyligiga qarshi namoyish o'tkazgan. 2024 yılı 2. ayının 24. günü Uyghur faaliyetçileri Xitoyning Şərq Türkistanni işgal, mustamlaka qilish va u yerda irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilishiga qarshi turish maqsadida Gaga shaharlik hukumat binosida olib berilayotgan Xitoyning yangi yilini tabriklash faoliyatiga qarshilik ko'rsatib, o'zlarining universal qimmat qarshini qo'g'digan. Uyg'ur faoliyatchisi Abdurahmon Muhammad Gaga shaharlik hukumat binosida Xitoy yangi yilini tabriklash faoliyati olib berayotganda maydonga kirib lozunka chiqargan va Xitoy irqiy qirg'inchilikni to'xtat, Sharq Turkiston Xitoyning bir parchasi emas deb shior to'g'lash orqali Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olib, irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini faoliyatga qatnashgan har millat ommaga bildirgan. Keyin maydondan chiqarib etilgan. Amerika Xitoyning ta'siriga qarshi turishdagi murakkab xirasga duch kelmoqda ekan. 2021 yili Bayden hukumati hokimiyatni topshirib olgandan buyon Amerika Xitoy kompartiyasi ta'siriga bo'libmi akademiya sohasiga singib kirishiga qarshi turishdagi murakkab xirasga duch kelgan. Prezident Trumpning o'ndidorga bo'lgan cheklamasining bekor qilinishi va undan keyin Xitoy tashabbusining amaldan qoldirilishi bu masalani keskin diqqat markaziga aylantirgan. Bu singib kirishni namoyon qiladigan eng gavdalik delolarning biri Charles Liberning qo'lga ilinishi bo'lib, nano olimi Dr. Liber Xitoy kompartiyasining 1000 ixtisosliklar planiga qatnashganlik uchun ayblangan. Bu plan Xitoy kompartiyasining strategik nishonini amaliylashtirish uchun chet eldagi ixtisosliklarni qabul qilish tirishchanligini ko'rsatib bergan. 2008 yili yo'lga qo'yilgan 1000 ixtisosliklar plani Xitoy kompartiyasining chet elning sezgir uchur va texnikasiga erishish strategiyasining ulteshi bo'lib kelgan. Bu plan dangliq universitetlar va tadqiqot organlarining eng munavvar ixtisosliklarini jalb qilish orqali bilim va boyliqlarning Xitoyning qo'yniga kelishini osonlashtirdi ekan. Ammo u yana Amerika hukumatining tekshirish nishoniga aylangan. Trump hukumatining Xitoy tashabbusi iqtisodiy josuslik jinoyati bilan gumon qilingan kishilarni bayqash va arz qilishni maqsad qilgan bo'lib, maxsus 1000 ixtisosliklar plani bilan munosabatli kishilarga markazlashgan. Bu tahdidlarga qarata Amerika viza cheklamasi va Xitoy o'rinlarining eksport kontrol tizimligiga kirgizilishi qatorliq qattiq tadbirlarni yo'lga qo'ygan. Sobiq prezident Trump imzolagan 1043 nomerli xitobnoma Xitoy kompartiyasining harbiy va fuqarolarni birlashtirish strategiyasi bilan munosabatli bo'lib, Xitoy o'quvchilarining kirishini vaqtincha to'xtatib, ixtisosliklar va bilimning Xitoyga eqishini unumli to'sgan. Qandaqla bo'lmasin, Bayden hukumatining o'ndidorni cheklash qatorliq bir qism cheklimlarni bekor qilish qarori bu tirishchanliklarning izchilligiga qarata andisha qo'zg'agan. Xitoy kompartiyasining 1043 nomerli xitobnomani bekor qilish bismiga qaramay, Amerika maydonini saqlab, ikki davlat o'rtasidagi ziddiyat kelib chiqqan. Florida qatorliq shtatlar Xitoy kompartiyasining ta'siriga taqobil turish uchun qo'shimcha tadbirlarni qo'llangan. Hukumat universitetlardagi Xitoy applerini va Xitoy fuqarolarining uy-mulk sotib olishini cheklagan. Bu tadbirlar Xitoy kompartiyasi ta'sirining ko'p taraflamli xarakterini texnik keng e'tirof qilishni va uni hal qilish uchun atrofliq strategiyaning lozimligini aks ettirdi ekan. Xitoy sayohatchilarining Singapur aviatsiya ko'rgazmasini ziyorat qilishi cheklangan. BBC'ning 26 fevral kunidagi xabariga qaraganda, yaqinda o'tkazilgan eng chong savdo va harbiy aviatsiya yarmarkalarining biri bo'lgan Singapur aviatsiya ko'rgazmasida Xitoydan kelgan sayohatchilarning Germaniya harbiy aeroplaniga chiqishi cheklangan. Hafta oxirida Xitoy blogchisi tartgan keng tarqalgan sindan Airbus salohiyati bir ayolning sayohatchilarning birining davlat tavallikini so'rganligini ko'rgili bo'ladi ekan. Bu Germaniya havo armiyasi Luftwaffe'ga tava Airbus A400 imtush aeroplaniga kirmoqchi bo'lgan.
ayol Germaniya aeroplani bo'lganligi uchun uning davlat tavallikini tekshirishi kerakligini aytgan. Sayohatchi o'zining Xitoy ekanligini aytganda, Germaniyaning qonuni bo'yicha kirishiga yo'l qo'yilmaydiganligini, buning bir harbiy cheklama ekanligini aytgan. BBC'ning tekshirishidan ayon bo'lishicha, orqa ko'rinishda ko'rilgan aeroplanlar va ayolning kimligi qatorliq bir qancha taraflar ismda gavdlangan. Boshqa Xitoy ziyoratchilarmi to'rda ularning aeroplanga chiqishiga yo'l qo'yilmaydiganligini bildirishgan. Yana bir blogchi o'zining Germaniya harbiy xodimlari tarafidan qo'g'langanligini va aviatsiya ko'rgazmasini tashkillovchilarga Xitoylarni kamsitish bilan rasmiy arz sunganligini aytgan. Weibo obzorchilari Airbus va Germaniya armiyasini qattiq tanqid qilib, Xitoy ziyoratchilarining boshqa davlatlarning harbiy aeroplanlarini ziyorat qilishiga ruxsat qilishini aytgan. Yevropa aviatsiya shirkati BBC'ga Singapur aviatsiya ko'rgazmasini ziyorat qilgan bir qism ziyoratchilarning A400M aeroplaniga qanday erishishi to'g'risidagi savollarni so'raganligini aytgan. Singapurdagi German bosh elchixonasining vakili BBC bilan aloqalashib, muxbirlarni Airbusga yo'llaganda, ular o'zlarining aeroplanning bexatarligi va kirishini boshqarishga mas'ul ekanligini aytgan. Airbusning aytishicha, A400M eng ilg'or aviamotka harbiy transport aeroplani ekan. Jang maydonidagi kichik tayyorliqsiz havo armiyalariga askar yetkazib bera oladigan va ba'zilarga cho'ng uskunalarni yetkaza oladigan va yana mayqachalash baki rolini o'ynaydi ekan. Bu vaqa Xitoy davlatining G'arbning harbiy texnikalariga erishishiga bo'lgan andishining kuchayishiga ergishib borliqqa kelgan. Yevropa Komissiyonining raisi Ursula von der Leyen o'tgan yili Yevropa texnikasining Xitoyning harbiy iqtidorini oshirishdagi roliga qarata ogohlantirgan. Mustaqillik urug'laridan erkinlikka so'zilgan uzoq safargacha. Mandelaning erkinlikka so'zilgan uzoq yo'l degan asarni o'qib yozilgan kitob o'qish xotirasi. Abturdan ilova. Nelson Mandela bu biografik eserini turmadagi vaqtlardan tortibla yozishga boshlagan. Bu kitob Nelson Mandelaning hayotining tarixiy dokumenti bo'lib, to'qilma emas. Shu vaqtdagi apartheid rejim va Nelson Mandelaning kurashlari to'g'riliq birinchi qo'l foydalanish materiali bo'la oladi. Abturi Servi. Nelson Mandelaning erkinlikka so'zilgan uzun safar nomli kitobining 32 betida turibla qoldim. Qayg'uliq va murakkab xayollar ichida yana bir betni varaqlashga imkonsiz qoldim. Bu betda Nelson Mandela o'zining 16 yoshga to'shqandan keyin Xusa millatining urf-odati bo'yicha xatmis qilinib bo'lgandan keyin o'tkazilgan tabriklash marosimida anglagan bir nutqqa joy bergan. Bu nutq Nelson Mandelaning o'zini "Endi men erkakka aylandim" deb tushungan xushalliqi va faxrlanish tuyg'ulariga barhaq berdi. Va qabila oqsoqoli oqlarning Janubiy Afrikaga elib kelgan ma'rif va madaniyat degandek ilg'orilishlarga minnatdor bo'lishini bilmayotgandek tuyulib ketdi. Biroq nurg'un yillardan keyin dal shu nutqning qalbida terilgan urug' bo'lib qoladiganligini, nurg'un yillar garchi qalb tuproqida uxlab yotgan bo'lsa-mu, aman keyin bixlinib chiqqanligini aytdi. Shu kuni qabila oqsoqoli murosimning beshida bundaq bir an'ananing jamoatning ichida asrlardan beri davomlashib kelayotganligiga xushal ekanligini aytgandan keyin xushal o'tirgan yoshlarni jimiqtirib o'tadigan bir nutqni so'zlaydi. Bu yerda bizning o'g'illarimiz, yosh, sog'lom, kelishgan yoshlarimiz Xusa qabilamizning gullari, millatimizning faxri o'ltiribdi. Biz hozir ularning haqiqiy erkakka aylanishining va'dasi bo'lgan xatma qilish vazifasini tamomladik. Biroq men shuni demoqchimanki, bu va'da qop-quruq xiyoliy bir va'daga, faqatla amalga oshirishga bo'lmaydigan bir va'daga aylanib qoldi. Biz Xusalar hamda barliq qoratanlik Janubiy Afrikaliklar bo'ysundirilgan xalq. Biz o'z davlatimizdagi qullarmiz. Biz o'z tuproqlarimizdagi musofirlar biz. Bizning kuchimiz yo'q, huquqimiz yo'q. O'zimiz tug'ilgan tuproqlarda o'z taqdirimizga egizorchiligimiz yo'q. Yoshlar shaharga kirib eski kaplarda turdi va arzon baliq aroqlarni ichib yurishdi. Chunki biz ularga gullab yashnashi uchun kerak bo'lgan yer tuproqni bera olmaymiz. Ular oqtanliklarning qonlarining cho'nqur o'yiqlarida o'pkisi kanidan etilib chiqib ketguncha yutilib yurishdi. Salomatligidan ayrildi. Quyosh nurini ko'ra olmaydi. Ularning amgiki bedeliga oqtanliklar tangdoshsiz bayoshatchilik ichida kun o'tkazdi. Bu yoshlar ichida doilar, faqatla hukmronlik qila olmaydigan doilar bor. Chunki bizning o'zimizga hukmronlik qilish huquqimiz yo'q.
Bu yoshlarning ichida yana jangchilar, urushga chiqolmaydigan imkonsiz jangchilar bor. Chunki bizning urush qiladigan qurolimiz yo'q. Ziyolilarimiz faqatla o'qitish ilib bora olmaydigan ziyolilarimiz bor. Chunki ularning ma'rifdan bahramand bo'lib o'qish fursati yo'q. Qobiliyatliklar, aqliy iqtidorlar bu yoshlarning kelgusi ularning hayotligi uchun tirkishib, bor kuchi bilan eng oddiy, tuvan darajadagi ishlarni qilayotgan vaqtida ahmoqona holda isrof bo'lib tugaydi. Bugun bularga berilgan bu sovg'atlar nolga teng. Chunki biz bularga hammadan cho'ng bir sovg'ani berishga qodir emasmiz. Bu sovg'a bo'lsa erkinlik va mustaqillikdir. Men Xudoning hammani ko'rib turadiganligini hamda asla uxlamaydiganligini obdan bilaman. Biroq men hozir Xudoni uxlab qoldimikin deyman. Agar shundoq bo'lsa, men baldurroq o'lsam yaxshi. Shundoq bo'lganda men uning bilan ko'rishib, uni o'yg'itaman. Hamda uningga Nigban Sukaning bolalari, Xusa millatining gullari o'lib tugayotidi deyman. Oqsoqolning nutqi mushu yerda tugaydi. Xusa millatining urf-odati bo'yicha Nelson Mandela shu kuni murosim jarayonida turgan vaqtliq kapini ko'ydirib o'tadi. Qoida bo'yicha Mandela kayniga qayrilib ko'yayotgan kapiga qarasa bo'lmaydi. Biroq ko'yayotgani kapil emas, bolaligimi ham ko'yayotgandek his qilgandek Mandela kayniga burilib qaraydi. Qosh qaraygan paytda ko'yib tugagan kapining kulining yanida o'ltirgan Mandela o'zining xushal bolaligining bu kul dövsiga ko'milib ketganligini his qilib, o'zini bolalik davri bilan xo'shlashib, haqiqiy erkaklik davriga qadam qo'ygandek his qiladi. Biroq Nelson Mandela shundoq deydi. Men shu kuni erkakka aylanolmabdiman. Hatto shuningdan tortib nurg'un yillardan keyinmi haqiqiy bir erkakka aylanolmabdi ekanman. Nelson Mandela bu jumlasi bilan oqsoqolning so'zining rostligini, ya'ni erkinlik, mustaqillik mavjud bo'lmagan tuproqlarda bir yosh o'g'ilning haqiqiy erkakka aylanishining va yoki haqiqiy erkakdek yashay olishining to'liq ta'sirligidan iborat bir haqiqatni tasdiqlab o'tadi. Menmi jumladan vatandagi hayotimga yiroqdan nazar tashlagan vaqtimda vatandagi mustamlikada o'sib yetilishning ro'yitimda cheklama, zahma va asoratlarni qoldirganligini ham shu tufayli xarakterimning pishib yetilishining to'liq kechikkanligini his qilaman. Oqsoqolning nutqining oxirini yaratquchiga bo'lgan shikoyat bilan oxirlashtirishi vatandagi vaqtimda ko'rgan esimda qolishcha 2005-yili atrofida deyman bir janoza namozining sinliq ko'rinishini esimga soldi. Bu sin otishdagi bir damilamning janoza namozida damilamning o'g'lining dadasining janozasi bilan vidolashganda dadasiga yig'lab turib qilgan ixtodi edi. Minglagan kishilar urib olgan janozaning yonida damilamning izbosar o'g'li mundaq deydi. Jenim dada, Allohning rasuliga bu tuproqdagi ummatlarning dili bek sunuq desilar. Jenim dada, Allohning rasuliga ummatlarning holi bek xarob zabun desilar. Jenim dada, Allohning rasuliga bu tuproqdagi ummatlarning dili bek sunuq desilar. Jenim dada, Allohning rasuliga ummatlarning holi bek xarob zabun desilar. Jenim dada, Allohning rasuli bilan ko'rishganda ummatlarining ko'zlari yoshliq desilar. Jenim dada, Rasulullohga bu yerdagi ummatlarning bo'yni bek qisiq desilar. Jenim dada, desilar. Bu so'zlarni anglayotgan janozaning atrofidagi cho'ng-kichik erkaklar ovozliq yig'ilishib ketdi. Bütün sürük erkekler topuning bo'ynini qisib yig'lashlariga qarab, u kishilarni damilamdan ayrilgandan bekrek damilamning o'g'lining ozi qo'shiqini anglab, o'zlarining beqovul qul millatligi esiga tushib, o'zining bichoraligiga yig'ilishib ketib bordi desak to'g'riroq bo'ladi. Damilamni yo'qotgandagi azobli reallik bilan qo'shilib, o'zining har bir to'plam ekanligidan iborat reallikni damilamning o'g'lining alamlik ovozidan anglayotgan bu kishilarning yig'isi haqiqatan yurakni lahta qiladi. Bu ko'rinishni garchi kompyuter ekranidan ko'rgan bo'lsam-mu, hozirgacha men o'zimni shu janoza namoziga qatnashgandekla his qilaman. Men jondan o'tadigan qariqishning so'g'uqiga parvo qilmay, janozani rat-rat yultuzdek o'rab turgan kishilarga qarab, bu damilamning xalqning hurmatiga sazovor bir alloma ekanligini his qilgan edim. Biroq damilamning o'g'lining vido so'zlaridagi jur'atga qarab, damilamning qandoq kishi ekanligini ilg'a qildim. Xiyolimda bu qadar o'yg'oq insonni yetishtirgan marhum damilam alloma bo'lib qolmasdan, jangovar, vatanparvar, Xitoy hukumatiga ruhiy qulluq bildirmaydigan kishi edi. Bo'yni qisiq ham iymonliq, qarmoqqa dehqonligi bilinib turadigan sahroliq bu kishilar
mening atrofimdagi universitetni birga bitirgan, so'zlarga xitoycha aralashtirib so'zlashni sharaflaydigan ba'zi do'st saboqdoshlarimga nisbatan selishtiruvsiz darajada kuchli va haqiqiy tuyulgan edi. Videoni ko'rayotgan shu paytda beliga oq pota bog'lab, oddiy dehqoncha ko'rpa tumoqlarining ustiga oqsalla o'rgan kishilarga qarata qalbimda muhabbat tuyg'usi ko'tarilib, haqiqiy xalq mana mushu devatgan edim. Albatta, atrofimdagi ma'jiliq gaplarga xitoycha aralashtirib so'zlashib yurishadigan olibda kiyinib olishgan xo'rki ustunlarni bu xalq kategoriyasidan chiqarib etib, manqurt kategoriyasiga surgun qilgan edim. O'qirmanlar his qildimkin, o'xshamagan vaqtdagi ikki qit'adagi ikki xil irqdagi bu jamoat arboblarining faryodida o'xshash bir til bor. Yaratquchisiga o'zi mansub bo'lgan ishg'oliyat asoratidagi bir to'plamning dadu faryodlarini shikoyat qilish. Qabila oqsoqoli deydi. Men yaratquchiga xusolar o'lib tugayotidi deyman. Domlamning o'g'li deydi. Ey dada, Allohning rasuliga ummatlarning holi xarob desilar. Bu yerda o'xshash iltijolarni maydonga keltirayotgan o'xshash bir orqa ko'rinish bor. Janubiy Afrikadagi shu vaqtdagi oqtanliklarning ishg'oliyat hokimiyatini hozir butun dunyo bo'yicha apartheid deb ataydi. Apartheid deganimiz bir irqning yana bir irqning haq-huquqlarini bostirishi va bostirilgan irqning siyosiy, iqtisodiy huquqlaridan mahrum qoldirilishi qonunlashtirilgan hokimiyat. Hozir men texi hech kimning Xitoy hukumatini apartheid deb ataganini anglamadim. Lekin bu so'zning ma'nosidan qaraganda, amaliyotda Xitoy hukumati Mandelaning davridagi Janubiy Afrikadagi apartheid rejimidan natijasi yomon vahshiy apartheid. Men cho'qim bundan keyin Xitoy hukumati to'g'riliq so'zlab qolsam, cho'qim apartheid degan so'zni ishlataman. Bu apartheidlar to'g'riliq so'z qilayotganimizda, bu yerdagi yana bir yoshirin o'xshashlik, ya'ni tarixdagi eng qorong'u paytlardagi qarmoqqa ojiz ko'ringan kishilar to'plamining qalbiga yoshiringan mustaqillikqa alam va umid bilan zarqish tuyg'ulari qalb darvozamizni chekidi. Qabila oqsoqolining xusoliq yoshlarga biz sizlarga eng cho'ng sovg'ini, erkinlik va mustaqillikni berolmaymiz degan xitobidan bequvvullikqa atalgan alamdan boshqa yana yoshlarga bo'lgan yoshirin iltijo, ya'ni sizlar keyingi avlodlaringlarga bu sovg'ini berishinglar kerak degandek bir xitob va umidni his qilish tas emas. Agar oqsoqol umidni uzgan bo'lsa edi, ularga bu nutqni so'zlangan bo'ladi. Bu nutq orqali Nelson Mandelaning qalbiga mustaqil Janubiy Afrikaga intizgan bir urug'ni termagan bo'ladi. Domlamning o'g'lining vido xitobiga o'xshash bequvvullik alami dadasiga bo'lgan iltijodan bakrak, atrofidagi teriklarga bo'lgan iltijosi, umidlari yoshirilgan. Umid tamom uzilgan bo'lsa edi, bu faryodni teshiga chiqarmas edi. Bu faryodni shu maydondan olgan yoki menga o'xshash to'rdan olgan talay yoshlarimizning qalbiga mustaqillikqa intilishning urug'lari terilmas edi. Ishg'oldagi millatlarning azob uqubatlari, ishg'oliyatchilarning bu millatlar ustidan ishlagan jinoyatlari tarixdan buyon shunchalik o'xshashib ketadi. Amaliyotda oqsoqolni Uyg'ur deb faraz qilsak, nutqning har bir jumlasi bizning ahvolimizga mukammal tushadi. Janubiy Afrika oqtanliklarning apartheid rejimidan Nelson Mandeladek doiralari va mustaqillik suyar fuqarolarining bergan qurbonliklari bedeliga ozod bo'ldi. Afsuski, bizning qulluqdagi ishg'oliyatdagi hayotimiz, tuproqlarimizga Xitoyning apartheid rejimi yanada davom etdi. Nelson Mandela kitobida o'zining erkinlikning bedeli sifatida tuyulgan 28 yillik turma hayoti va mustaqillikqa atalgan umrlik kurash ro'yiga sabab bo'lg'uchi omillar ichida qabila oqsoqolining shu kundagi ajriga, o'yg'itishlariga yuqori kredit berdi. Albatta, bizmo yoshlarning qalbiga, xalqning qalbiga erkinlik urug'ini sepadigan va shu tufayli turmada yarim asrlab yetib mustaqillik uchun bedel to'laydigan alloma ustozlarimiz, masalan, yuqorida aytgan domlamning o'g'lidek o'ksib qolmadi. Nelson Mandelaning kitobining erkinlikka tutashgan uzoq safar degan ismi to'limi joyida qo'yilgan. Bu safar mustaqillikqa intilguchilar, mustaqillikni yaratquchilarning yurishlari bilan tamomlanadigan mushkul va uzoq safar. Bu safar Qizilgullik bog'chada choy ichib huzurlanish emas. Bu safar ba'zida turma, ba'zida tuhmat, ba'zida xayla bilan chelishadigan o'tni ko'ysimi, suvda oqsimi, hattoki hayotining oxirgi minutlaridami manzilni ko'rishga muyassar bo'lolmasmi, shu mustaqillik degan manzilga qarab to'xtovsiz manganligi uchun faxr ichida haqqa uzaydigan safar. Chunki vatan degan haq yo'ldagi har bir qadam mustaqillik oshnalari uchun bir manzildir. Agar siz bir manqurt bo'lsangiz, cho'qim bu mustaqillikqa tutashgan yo'lda izingiz qolmaydi.
Siz albatta munofiq vatan sotqinlar bilan jahannamga qarab yo'l olgan safardoshlardursiz. Qilmish etmishlaringiz o'zingizni vijdon azobida ko'ydiradigan sukutda qiynalish yoki mustaqil Sharq Turkiston uchun chumilidek tirishayotganlarni masxara qilish va yoki mustaqillik yo'lidagi putlakashang chava chatqal sesiq suv ozgilik kalampay quramtosh bo'lish gezi kelsa mustaqilchilarning kaynidan nomardlarcha urildigan zaharli xanjar bo'lishdan iborat bo'lib qoladi. Agar sizning qalbingizga bolalikdagi tarbiyachingiz yoki ta'sir doirangizdagi biri, muhitingizdagi biror ish, qo'lingizga tushgan biror asar Allohning izni bilan mustaqillikning urug'ini tergan bo'lsa, fitratingizdagi odamiylik tuproqlarida bu urug' u chaqqicha big' surib bo'lgandir. Yoki allaqachon baraqsanlab meva bergandir. Undaqda gumon yo'qki, erkinlikka, mustaqillikka tutashgan uzun safardagi qon yoshga to'lgan jafoliq ammo suyimlik bu safar shak shubhisizki sizning qismatingizdir. 2024-yili 14-15 fevral kunlari Amerika. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.